Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzohid Kerimi Savud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidixon nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Jamik Og'cha parasatlik, hiylagar xotin edi. Deginni qilatdi yoki boshqalarga qoldiratdi. U Xorasan, Xorazm podshohlariga, Farg'ona, Qozoq, Qirg'iz xonlariga o'zining yanida tarbiya topgan cho'ra, kenizak, sodiq xizmatchilarini sovg'a qilib avatib kelyotdi. Yunus ham yenidimi u avatgan sohib Jamol kenizak Oy Sulton alohida e'tiborga erishib, to'qol xotin bo'lib qolgan edi. Jamik Og'chining bundan maqsadi podshoh sultonlar bilan aloqasini saqlab, ularning maqsad nishonlarini bilib turish edi. Hatta o'g'li Mirza Abobakir yenidimi obro'y topgan odamlar bor edi. U umri oxirlashguncha o'g'li Mirza Abobakirning Mo'g'uliston, Mavara Unnaherdagi shoh sultonlarining ustiga chiqishini orzu qiladi. Shuning uchun Jamik Og'chiga har tarafdan uchur kelib turadi. U Yunus xonning o'g'illari Sulton Ahmad xon, Sulton Mahmud xonlarining Olmaliqda Mirza Abobakirga qarshi qilichini bilayotganligidan xabardor edi. Jamik Og'cha shu an eri bilan yolg'iz so'zlashib verish uchun bir bahona topmoqchi bo'lib, o'rnidan turib, u yoq bu yoqqa qarab o'tirdi-da, Guloyimga: "Xanim, Said Muhammad Mirzaning kelmaganligini belgili bo'larmi? Agar kelmagan bo'lsa, uning kaynidan baglarning birini navkarlar bilan avatib baqsaq, ansirab qelyapman," dedi. Guloyim un chiqmay o'rnidan turdi. Uning sarvidek zibo qomati ko'lda aks etib turadi. "O'g'lim pek kelmabdimi?" so'radi Muhammad Haydar Mirza yosh xotinga qarab. "Shohim, men haramga qaytib xo'jamning berkini olay." Guloyim ta'zim qilib xo'shlashib, ikkinchisi bilan bog'ning bedishiga elingan talliq yo'lni bo'ylab yurib ketdi. Yosh xotinining kaynidan qarab qolgan Muhammad Haydar Mirza nazarini tatirib ketgan Jamik Og'chiga yo'tkadi. "Juma namoziga ulgurib shaharga kirib ketmasam bo'lmaydi. Og'cha, boshqa gap so'zlari yo'qdi." "Shohim, sizlar kirib ketaman degan gapni qo'yib tursizlar. Endi chiqdilar-ku. Bu yerda maslahatlashadigan muhim ish bor." "Qandoq muhim ish u, Og'cha? Mirza Abobakirning ishimi?" Xo'shaqmagan qiyofatda so'radi Muhammad Haydar Mirza xotinining yeniga surilib. U ochiq kelgan chaqda Og'cha deb xenimni tushirib qo'yatdi. "Yo'q, Begzodam," dedi Jamik Og'cha bo'sh kelmay. U erini o'ziga kirgizmoqchi bo'lganda erkiltib shundoq deydi: "O'g'limiz Mirza Abobakir Alloh panohida qudrat tepib etibdi. Uningdan xotirjam bo'lg'aylar. Lekin bu yerda toj va taxtimiz xavf ostida turibdi. Bu xavfdan Mirza Abobakirlar Allohning inoyati bilan bizni qutqiza oladi." "Nima? Bu qandoq gap o'zi?" Chashrab o'rnidan turib ketdi Muhammad Haydar Mirza. "Alloh to'pimizda turibdi-ki, bu soatga qadar men uning xavfidan biror nishon ko'rganim yo'q, Og'cha. Endi oliylarga aytmasam bo'lmaydigan yerga yetdi. Bu chaqqicha undaq emasdi deb kelib edim." Jamik Og'cha erining oltin to'qliq kamirdan tartib o'tirg'izib quliqiga pichirladi. "Bosh vazirlari Ali Sardor Amir Lashkar Quddus Barlas, Amirna iymon barlaslar bilan maslahatlashib, Xorazm ketmoqchi bo'lib etibdi. Yunus xonning oqsuni o'g'limiz Muhammad Husayn Quraganiga suyurg'al qilib berganligiga norozi bo'lsa kerak. Odilari ularga ko'p yaxshilik qilgan edilar. Bugungi kunga kelganda ularni osiri qilamdi ekan?" Aldirab so'radi o'psi og'ziga tiqilgan Muhammad Haydar Mirza. "Agar shundoq bo'lsa, men hammani o'rnidan haydab chiqaman. Bu tuzkorlar o'zlarini besavoslar Begzodam. Men ularning shundoq yomon niyati kelganligini ishonchli xizmatkorimdan angladim," dedi Jamik Og'cha to'pdak o'rlab turgan erining belidan qamallab tutib. Bu ayol sadda,
Aq ko'ngil Muhammad Haydar Mirzaning achchig'ini keltirib, g'azbini o'rlatishkimi, xush qilib ko'ldirishkimi usta edi. Shunga o't ustiga yog' chashqandek qilib dedi. Bu xabarni menga yetkazgan kishini so'ramaydi-ku. O büyün yazdalla. Onunğa Ali Sardarning xotini pat yaqinda Xorasonga ketmoqchi bo'layotimiz deb berib ekan. U menga yetkazdi. Men ichkirilab so'rab beqishni jekilgan edim. Ketadiganlar bir to'p kishi bo'lib chiqdi. Büyün yazdalla hergiz yolg'on so'zlamaydi o Shohim. Ular bu yerdan ketib sizlarning obro'larini tushirmoqchi. Yunus xon va Xorason shohi Sultan Ahmad Mirzalardan panohlik tilab ustunlarga lashkar boshlab kelishi mumkin. Yanala Mirza Abubakirni sizlarga qarshilik ko'rsatib, sizlarga yordam qilishni bahona qilib, Qashqar, Xotan diyorida yangi xonlik tiklab o'z maqsadlariga yetmoqchi. Men ularga ajab tushunib ketibdim mana. Ali Sardor, xat Yorkentdan kelishingga qornaydan sababchi bo'lgan ekanda. To'xta seni. Endi toqat qilib tura olmayman. Ha, ularning hammasini o'rnidan haydash kerak. Haydab qolmay, zindonga tashlash kerak, Shohim. Aqcha, bu ishni o'zim bir taraf qilaman. Ham Yunus xonga ma'lum qilaman. Uning ustiga o'g'limiz Muhammad Husayn Qoragan uning yerida. Xudo buyursa xon uni Xorason, Xorazm taraflariga avatib, uning bilim tahsil qilib, hamma jihatdan kamolatga yetish uchun g'amxo'rlik qilishi mumkin. O'rda ishidagi ahvolni bir taraf qilgandan keyin bu ishlarni maktub orqali Yunus xonga bildiraman. Bu jihatda meni ta'minlab qo'ymasalar, ha, tomoq tayyor bo'lgan bo'lsa elib chiqilsin. Juma namoziga shahardagi ozi masjidga bormasa bo'lmaydi. Jamak Avcha erining jahlini qotirib qo'ymaslik uchun beshini lanshitdi va Ravaqning oldidagi gulzardan xizmatga tayyor turgan kelizaklarga tomoq elib chiqishni ishorat qildi. Ham og'zini erining quliqidan yaqin qilib pichirladi. Ma'qul Shohim, men sizlardan baxush, lekin ahvolni bilib turib, tunigun kash boqib chiqmay ko'nglimni yerim qilib qo'ydilar. Bundan keyin undaq bo'lmasin. Muhammad Haydar Mirzaning qattiq kulgisi Ravaqning naqshli guldar shotisi qo'nib, tumshiq yalavatgan ishga anjam paxtikini uchirib o'tdi. Tunigun kash Erondan kelgan elchilarni kutib chiqolmadim. Endi undaq bo'lmaydi, og'chinim. Anlavatqanlar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. 9-bob. Xatni to'y va ko'k bo'ri. Osmonga bo'y so'zgan qarag'ay, orcha daraxtlari, rang-rang gulgiyohlar qiyo to'pilikdan chayqalib turgan sayram guliga ko'langa tashlagan edi. Atrof go'yo bog'u eramni bu yerga ko'chirib akilib qo'ygandek o'zgacha jalbkor edi. Changildab sayravotgan bulbullarning yaqinliq uni anglanib turadi-yu, o'zini ko'rgili bo'lmaydi. Gulgiyohlar bilan chimkalgan talki dovondan oq qashqi tulparni devitib chiqib kelgan Sulton Ahmad xon ko'l bo'yidagi yop-yeshil qiyoning ustida to'xtab sayramga ko'z soldi. Boshidagi nipiz oltin yaltilgan dubulga go'yo shafaqning sho'lasidek yenik to'lqinlar yuzida aks etdi. Orqa-orqadan kelib xonning atrofini cho'rib turishgan sultonlar, shahzodalar, amir bey sipohlarning soyisi ko'l yuzini qopladi. Hurmatli xon ota, dedi uning keynida etining tizginini tartib turgan Emin Xo'ja sulton egilgan holda. Attigandan beri shikor qilib charchab ketdilar. Bir oz orom elib olmamdilar. Bu do'nglik ustiga o'rnig'an oq uy tiklangan edi. Podshoh xos baragoh qurgan Ahmad xon oq orlig'an quyuq soqolni bir qo'li bilan siypab, o'yig'i chumgan holda dedi. Janobi Allah bizga mana shundoq go'zal zamindan yuksak o'rin ato qildi. Endi to'ymas nafsimiz insof saraydan chiqib ketmoqda. Har qitim sayram bu yerga kelganimda, ulug' Parvardigorim oldidagi tuzgurligimizni o'ylab qamga cho'kaman. O'g'lim, yer va osmon butun olam Allohning, hargizmo insobi yo'q bandalarning emas. Vaholanki biz har kuni yer urib, boylik talishib qon oqqizimiz. Bu gunoh emasmi? U orqasiga o'rilib, chiroylari o'ngan holda yerga qarab turgan cho'ng o'g'li Mansurxonni ko'rdi. Uning yanida bu navbat Saida xon bilan birga xatni to'yni qilgan yana bir o'g'li Xelil sultonmi bor edi.
Ahmadxon bir oydan beri so'g'u salomlar bilan har yoqdan to'yga kelgan podshoh amirlarni, yurt kattalarni va avom xalqni o'sayotgan bo'lsa-mu, texi mehmonlarning oyiga uzilmayotdi. Xon oxirida o'z ellariga qaytish oldi turgan podshoh sultonlarni shikor qilishga taklif qilib, ular bilan 3 kundan beri Talki tog'larining usti va tog' bog'larida o'lab, bugun Sayrambo'yiga yetib kelgan edi. Bu Yunusxon vafotidan keyin Olmaliqda o'tkazilgan eng cho'ng to'y edi. Bu to'yga Xorazmning marhum podshohi Abu Said Mirzaning ikki o'g'li Sulton Ahmad Mirza, Sulton Umar Shayx Mirza bola chaqalari bilan kelgan edi. Ular Sulton Ahmadxonning so'zini anglamadimi yoki anglamasqa soldimi, chapchib turgan otlarining tizginini tortib, mag'rur holda turishardi. Bu ikki Sulton Ahmadxonning ikki egizisi Mehri Nigar xonim, Qutlug' Nigar xonimlarning erlari edi. Bular doim bir-biriga xaris qilib, bir-birining piyiga tushib kelyotdi. Shunga ap emas edi. Qiyin otsi bo'lgan Yunusxon hayot vaqtida ularni necha qatam ittifoqlashtirib, urush azobini ko'p tortgan Mo'g'uliston, Xorazm, Farg'ona qavmiga aminlik, osoyishlik baxsh etgan edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, xatni to'yning oxirini bu yerda o'tkazayotgan Sulton Ahmadxon otsini yana yod etib ko'ziga yosh oldi. Uning aziz mehmonlari bo'lgan podshoh sultonlarni ittifoq, odil, samimiy niyatlik bo'lishga, elning tinch amonlik uchun bir-biriga yo'l qo'yishga, bir-birini hurmatlashga undab, ochiqlanib qilgan so'zlari o'g'illarni emas, kuyovlarni o'ylantirib qo'ygan edi. Ular xonning savoliga javob berishdan o'zlarini qochirib, jim turib oldi. Albatta gunoh bo'ladi, xonata, dedi ikkinchi o'g'li Imom G'o'ji Sulton otdan tushib dadisiga kuyingan holda. Duo qilsalar, Janobi Alloh gunohimizni kechirib, Chag'atay xon va podshoh Amir Temur avlodlarini inoq o'tkazib nasib qilg'ay. Ming marra duo qilaman o'g'lim. Har na ish kishining niyatiga yarasha bo'ladi. Biz niyatimizni to'g'ri qilmasak, Alloh bir-birimizga qilich ko'targizadi. 7 yil muqaddam Mirza Abu Bakr niyatini buzib, Peqirni yorkamdan qo'g'lagan edi. Dedi Sulton Ahmadxon alam bilan. U chayqilib turgan Sayram ko'liga qaraganicha, otsi Yunusxonning Mirza Abu Bakrga qarshi yorkam qilgan ikki qatimliq yurishini eslab turib qoldi. Sulton Ahmadxon isyon ko'targan Mo'ng'ul qabilalarini bostirib, elni amdili tinchlantirib turishiga Qashqar diyorining xoni Muhammad Haydar Mirzadan orqama-orqa chaparmanlar kelib, Mirza Abu Bakrning hujum qilib, Yenisarni tartib olganligi, Sulton Yunusxonning yordamga darhol qo'shin avatishning zarur ekanligini ma'lum qilingan maktublarni topshirishdi. Qudisining beshiga tushgan kundan xabar topgan Yunusxon 15 ming askar to'plab Ahmadxon bilan birga yo'lga chiqdi. Aqsudan kelgandan beri bargancha chopqin bo'lib kelayotgan sobiq vaziri Hasan Mirza, shoir Ayoziylarmi o'zi bilan birga elib mangan edi. Yunusxon yashinib qolganiga qaramay, otda tik o'ltiradi. Charchidim, hordim demaydi. U Qashqarga bargacha o'z beshidan o'tganlarni o'g'li Ahmadxon va o'ziga yaqin bo'lgan amir, bag, sardarlarga yana bir qatim so'zlab berib dedi. Janobi Alloh, shoh, sulton amirlariga yap ichish, bosh kesish, aysh ishrat qilish uchun taxtda o'tirishni, toj kiyib hukmdor bo'lishni nasib qilgan emas, balki avomning tinch aman hayot kechirishiga doim ko'ngil bo'lib, majralarni to'g'ri hal qilib, adolat bilan yurt so'rab, osoyishlik, aminlikni qo'g'dash, o'z elining fuqarolariga naf yetkazib qolmay, qo'shni Alloh xalqlariga naf yetkazish uchun podshoh bo'lishni nasib qilgan. Buning aksicha bo'lganda Alloh har qanday kishidan toju taxtni tortib oladi. Yunusxon Qashqarga kelib, lashkarlarni bir hafta dam olg'izdi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Muhammad Haydar Mirzaning aslida 60 ming lashkari bor edi.
Jamik Aqchining fitnasiga oldinib ketgan vaqtdan boshlab samimiy, sodiq vazir amrlarining bir qismini o'rnidan haydab, bir qismini nazarband qilib qo'ygan edi. Hatto Sulton Ahmadxon Yarkanddan ketganda Qashqarga yetib kelib, o'ziga vazir bo'lgan Ali Sardarni zindonga tashlagan edi. Mirza Abu Bakr Yengsarga hujum qilgandan keyin ularning gunohsiz ekanligini, oldin bishorat berib qilgan so'zlarining to'g'riligini bildi. Lekin pushaymonni aradigan qoch topolmay qoldi. Ali Sardarni zindondan chiqarib, uningdan afu so'radi. Rahmat oliylarga, yashinib qoldim. Vazir bo'lg'ida qurbitim yo'q. Agar zindondan chiqarib erkinligimni berganlari rost bo'lsa, ijozat qilg'ayya. Yolg'iz beshimni elib xohlagan yerga ketay. Dedi Ali Sardar o'sib gadiniga tushgan sochlarini yog'oq qo'li bilan siypab turib. O'rnidan ketgan yolg'iz Ali Sardar bo'lib qolmay, yana o'nlagan Amir Bey Sardarlarmi Mirza Abu Bakrni panoh tortib ketgan edi. Ularning qo'l ostidagi askarlarmi belli ketdi. Shuning bilan Muhammad Haydar Mirzaning 30 mingga yaqin yaramsiz askar qolgan edi. U mana shunda qalg'a tushib qolganda Yunusxon keldi. Xon oldidan 9 qatim yukinib ta'zim qilgan Muhammad Haydar Mirza Ahmad Xonga 7 qatim yukinib ta'zim qildi. Mirza, o'g'lingiz sizga put etib, bizga ko'z olaytib etibdi. Uni jazolash uchun o'g'lim Ahmad Xon bilan keldim. Yunusxon zamonasining olimi bo'lsa-mu, harbiy sarkarda emas edi. Hamma ishni adolat va insof bilan qilishga odatlangan edi. U Mirza Abu Bakrni bir yo'lda mag'lub qilmoqchi bo'lib, o'g'li Ahmad Xonni o'zining va Muhammad Haydar Mirzaning qo'shiniga amir lashkar qilib tayinladi. Kuyog'li Muhammad Husayn Ko'raganni orq sab ta'minot amri qilib tayinladi. Ular Hijriya 884-yili Rabbiya sonining 14-kuni Yarkandga yetib bordi. Va Yarkand shahrining kunpechish tarafiga Muhammad Haydar Mirza, kunchiqish tarafga Yunusxon tushkun yasab bargoh qurib, bu qal'ani ikki tarafdan qurshab hujum boshladi. Mirza Abu Bakr tanlangan boturlarini Yunusxonning lashkarlariga soldi. Arqadanlar otliq va piyoda marganlarini harakatga keltirdi. Amir lashkari Sulton Ahmad Xon o'z askarlarining safni buzib ketishga boshlaganligini ko'rib, alamdan yerilay dedi. Atrofdagi bagi amirlarga Yunusxonni qo'g'dashni topshirib, qilishni so'g'irib, o'zi jangga etilib kirdi. Biroq har qancha qilibmi qochayotgan askarlarni to'siy olmadi. Oxiri u otsi Yunusxonni muhofazat qilgan holda chekinishga majbur bo'ldi. Buni ko'rgan Muhammad Haydar Mirzami jang qilmayli qochdi. Mirza Abu Bakr bularni toki yangi sarg'ich qo'g'lab kelib, ondan Yarkandga qaytdi. Sultan Yunusxon Qashqara Oqsuvdan turmay Olmonliqqa berib 1 yil tayyorlik qilib 60 ming askar bilan Qashqarga ikkinchi qatim keldi. Muhammad Haydar Mirza aran 15 ming askarni safga turg'izdi. 15 mingdan ortiq askari har tarafga qochdi. Chechilib to'zib ketgan edi. Bir qismi Mirza Abu Bakrga al bo'lgan edi. Jamik Aqcha o'g'li Muhammad Husayn Ko'raganga navrisi Mirza Haydarni elib kelmaganligi uchun xeyli ochiqlandi. O'tgan yili qaytishingda shuncha topilasanmi, yana elib kelmabsan. Balkim bir qo'rsaqdan chiqqan akangning adibini berishga oldirib ketgansan-a? O'nchi qilmasangmi Ko'ragan degan nomingdan ayrilib qolmaydi. Afsus, ikki o'g'limning bir-biriga qilich ko'tirishini xiyolimga zodi keltirmagan ekanman. Tova, ming tova. Tul bo'lib o'tiravergan bo'lsam, sizlarmi ko'ralmagan, menmi bundoq shafqatsizlikni ko'rmagan bo'lar edim. Tova, tova. Ana, bo'ldi qilsalar, xafa bo'lmasalar, endi men o'zlariga bir ochiq haqiqatni aytishga majbur bo'lyapman. Sizlar bebaho so'g'is sifatida avatgan Sohib Jamol cho'ra, Oy Sulton, otimiz Yunusxonga necha yil cho'ri bo'lib turug'liqmi tuzkorlik qilib, sharob ichadigan jamg'a zahar silib qo'ygan ekan. Buni o'g'lim Mirza Haydar ko'rib qilib onsiq debdi. Shuning bilan zahar silingan jamni Sulton Ahmad Xon Oy Sultonga berib, ichkin,
Agar zahar solmagan bo'lsang, yolg'on aytganlik uchun Mirza Haydarni 20 darra uraman dedi. Ay Sultan jamni qo'liga ilib ishchivatdi. O'ladigan chig'ida Rast gepimni dey, men Jamek Ağacı'nın topshiriq bilan shundoq qildim-da deb yiqilib jon berdi. Buningda xabar topgan xon o'g'li Ahmad xonga qattiq qo'ydi. Oy sultonni dafn qilg'izib 3 kungacha Qur'on tilovat qilishga buyurdi. Uni shuncha yaxshi ko'rdi ekan. Shundoq adolatli xonga qasd qilishdan muddolari Mirza Abu Bakr uchun imkoniyat tug'dirishmidi ona? Bo'ldi bas. Jamek Ağacı o'g'lining gapini uzib aytdi. Sen qora chaplash uchun keldingmi? Bedrekning gepiga ishinib mang tuhmat qilmoqchimisan? O'tgan yozdan beri dadang mang chiroy ochmay kelyapti. Sen qalmoqlarning gepiga kirib, asl nasabingni unutibsan. Qolganni Xudoga qo'ydim. Bo'ldi, chiqib ket. Muhammad Hüseyin ko'ragan onasidan azor yeb asta o'rindan turdi. U bu qitim ham butun lashkarlarning ta'minot amri bo'lib, Yarkentga qarab yo'l chiqdi. Hijriya 885-yili Jamadiyal Azalning beshida ular Yarkentga yetib bordi. Ulardan 3 kun burun kechasi yo'lga chiqib, Yarkentga yo'shirin kelgan Jamek Ağacı ahvolni Mirza Abu Bakrga yetkazib bo'lgan edi. O'tgan yildan beri texmi cho'ng jangga tayyorlik qilib kelayotgan Mirza Abu Bakr 5000 dan ortiq jang mahoratiga ega askarni sapras qilib qo'ygan edi. U onasidan anglagan ahvollarga asosan otliq askarlarni o'ng va so'l qanot qilib 2 safga ayirdi. Yunus xonning kunchiqish tarafda, Muhammad Haydar Mirzaning kunpetish tarafda bargoh qurganligini nazarda tutib, 2000 dan ortiq xillangan marganni kechilab, janubiy darvozadan chiqarib, Yunus xon bargohining orqa tarafiga yo'shirin o'tkazib muktirib qo'ydi. Yarkent shahrining har qaysi darvozalaridan jang tumbiq chilib chiqqan Mirza Abu Bakr qo'shinlari ruhli edi. Umid, gurzi ko'tirganlar, qilish nayzi tutganlar Mirza Abu Bakr bargohining ikki tarafida ayrim holda sapras bo'lgan edi. 1200 otliq askar ikki yonda g'oz qantidek sap tuzgan edi. Buni ko'rgan Muhammad Haydar Mirzaning iymoni uchib ketdi. Lashkarlar bo'lsa qichish qo'yuga tushdi. Yunus xon sal cho'chigan bo'lsa-mu, jang qilib Yarkentni erish qaroriga keldi. Ahmad xon bo'lsa o'z dushmanining buncha vala hayvat ko'rsatadiganligini o'ylamagan edi. U dushmanni qo'rshavga oldik degan bilan o'zini qo'rshavga tushib qolgan. Jang boshlanmayla orqa tarafdan o'q yegan Yunus xonning askarlari oldi tarafdan bostirib kelgan otliqlarni ko'rib qalaymiqallashib ketdi. Uzun yo'l yurib charchagan askarlar kuch-quvvati urg'ib turgan dushman qo'shiniga tankilanmay qoldi. Muhammad Haydar Mirzaning lashkarlari texay o'jimga uchramay turiblar, vahima qo'rqinish besib, titrab ketishga boshladi. Shu chaqda xonning xos navkarlaridan bo'lgan egiz bo'yliq Ilimshah Botir o'zini bir ko'rsatkisi kelib, qilishni shart qilib sug'ardida otchab turib dushman ichiga besib keldi. Mirza Abu Bakrning xos navkari Jamshid Qilishvoz uning etining oyog'iga qalqini tashladi. Ot o'rkib Ilimshahni tashlavatdi. Ilimshah o'rnidan turg'icha yopirilib kelgan dushman bilan Qilishvozga qilishga tutindi. U bir qilich urib Jamshidni yiqitdi. Ammo orqa ilib olgan Jamshidning odamlari uningga taraf-tarafdan qilich urdi. Buni yiroqdan ko'rib turgan Ahmad xon Yunus xonga ma'lum qildi. Yunus xon uni qutqizib berishga Ahmad xonni sipohlar bilan avatdi. O'zimi otga minib, ularning kaynidan chapdi. Askarlar xon qochgan o'xshaydi deb o'ylab qolib, o'zlari qechishga yuzlandi. Mirza Abu Bakrning muktirib qo'ygan marganlari bularning ustiga yomg'irdak o'q yog'dirdi. Yunus xonning necha askari otdan yiqildi. Yunus xonning askarlari endi taqat qilolmay, bo'rdan qochgan jarandak tez qochdi. Sultan Ahmad xon dadisini muhofazat qilib, botirlik bilan jang qilib, dushman palvonlarini Yunus xonga yaqin keltirmadi. Muhammad Hüseyin ko'ragan otisining boshdan qochqanini ko'rib, uning to'xu yurakligidan nafratlandi. Ahmad xonga yondashib, Yunus xonni muhofazat qilib, dushman qo'rshovidan ming taslikda elib chiqdi. Ular Qashqarga kelgandan keyin Jamek Ağacı'ning Said Muhammad Mirzani elib, o'rnidan bir muncha satqin baglar bilan Yarkentga ketganligini bilishdi. Mirza Abu Bakrning yangi sarg'ach kelib qaytganligidan xabar topgan Yunus xon Xudo nusratni uningga bergan yerda bizning Qashqarda yana turishimizga o'rin yo'q. Biz Oqsuga ketaylik.
dedi. Muhammed Haydar Mirza kichik xotini Gul Oyimni va uning kemizaklarini elib Yunus xonga hamroh bo'lib Aqsuga keldi. Ular qishni Aqsudan tinch-aman o'tkazishdi. Ko'ch chiqib, terak potla tashlagandalar Yunus xon Almaliqqa qarab yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Ular ertaga yo'lga chiqamiz deb turgan kunlarda Yunus xon Aqsuni bulang-talang qilg'udak degan pitni pasat chaqmoq tezligida Aqsu diyoriga taraldi. Yana bir qal'ada turayotgan Muhammad Haydar Mirza galvangroq, o'ng'ayla pitni pasat qilishadigan sodda odam bo'lg'achqa, shu an isyon bayrog'ini ko'tarib chiqdi. U o'z askarlarini harakatlantirib, dastlabdan Sulton Ahmad xonning o'rdisiga bostirib kirib, uni nazarband qildi. Bundan xabar topgan Yunus xon o'z o'rnida qolgan Sulton Mahmud xonning 8 kun ichida Aqsuga yetib kelishini buyurib, Almaliqqa chaparman avatdi. Sulton Mahmud xon dal vaqtida 30 ming askari bilan yetib kelib, Aqsu shahriga bekinib olgan Muhammad Haydar Mirza bilan jang boshladi. Bu jang 40 kun davom qildi. Aqsu shahridagi fuqarolar bilan askarlar qahatchilik ichida qoldi. Oxiri Muhammad Haydar Mirza Sulton Ahmad xondan kechirim so'rab, Aqsuni bo'lib idora qilmoq uchun uni sulh tuzishga Yunus xonning oldiga avatdi. Ko'plikda bargoh qurib o'tirgan dadisi sulhini rad qildi. Sen Asining vakili bo'ldingmi? dedi aksi Sulton Mahmud xon bir necha yildan beri ko'rishmagan inisiga olib qarab. Yo'q, gunohimni tungan qerinishimizning salimini erib keldim aka. Meni ayibga buyurmang. Qilish ko'targan dushmanni qilish bilan al qilish lozim, dedi Sulton Yunus xon Ahmad xonga ko'z tikib. Shaharga hujum boshlanglar. Aqsuni ikkiga bo'lishga hargiz bo'lmaydi. Shaharga birinchi bo'lib Sulton Mahmud xonning askarlari besib kirdi va Muhammad Haydar Mirzani bog'lab, Xo'ja Muhammad Fizoliddin va bagi amirlari bilan birga elib chiqdi. Mirza, biz chiqqango, Chag'atay avlodigo, o'gay o'g'ling o'z ko'michiga cho'g' tortib, sen qarshi qilish ko'tardi. Seni qutqizg'ili kelgan qarindoshlaringga qilish ko'tirsang, Xudo ravo ko'rarmi? Qani aytqin. Yunus xon oq kigiz ustidan turib, uning oldiga keldi. Sen bu sharmanda ig'vo qanday qilib ishonding? Ig'vochi zodi kim? Muhammad Haydar Mirza yukinib tez cho'kdi. Ig'vochi men Amrim Abdulloh Quddus Do'g'lat bo'lib chiqdi shohim. U Mirza Abu Bakrning odami ekan. U qani? Bayoman o'rda chip tashidim. Buni qo'lini yeyishinglar, dedi Yunus xon va o'zi berib, Xo'ja Muhammad Fizoliddinning qo'llarini yechdi. Hazratim, sipohlarim bilmay o'zlariga zulm qildi. Kechirsizlar. Peqirmo ig'voqshinib, Muhammad Haydar Mirzaning osiy bo'lishiga sababchi bo'ldim. Allohdan gunohimni tilayman shohim. Yunus xon uning oldiga to'n sarpay kumush tanga qo'yib dedi. Nodonlik hamma balo qazoning manbasi taqsir. Faqat namoz o'qishni bilib, qandoq yashashni bilmagan kishini Alloh kulfatda qoldiradi. Nodon qarindoshlarimizga yashashning to'g'ri yo'lini ko'rsatib bergaylar. Xo'ja Muhammad Fizoliddin qulluq qilib o'z joyiga qaytdi. Muhammad Haydar Mirza Aqsuda qilishni xohlamay, Yunus xon va uning bolalari bilan Almaliqqa keldi. Dilqut xazinasi. Mirza Abu Bakr Qashqarni elib Aqsuga keldi. Aqsu xalqi bir necha oygacha uni shaharga kirgizmay qattiq qarshilik qildi. Oxiri yengilib o'z uylariga yoshirinib olgan bo'lsa-mu, yana chapqun qilindi. Xo'ja Muhammad Fizoliddinning oppoq soqollarini qo'ymay yo'lg'izgandan keyin apu so'rab uni qarorgohiga qaytardi. Hayot qilgan kishilarning bir qismini Qashqar xotellarga surgun qildi. Aqsu shahri bir mazgil xarobalikqa aylanib qoldi. Bu ahvoldan xabar topgan Yunus xon Sulton Ahmad xonni lashkar yig'ishga buyurib, Mirza Abu Bakrga qarshi keng ko'lamli jazo yurish qilmoqchi bo'lib turadi. Farg'ona shohi Umar Shayx Mirza uni Anjonga taklif qildi. Chunki aksi Sulton Ahmad Mirza uningga qarshi lashkar tortmoqchi bo'lgan edi. Yunus xon o'z o'rniga Sulton Ahmad xonni qo'yib, Muhammad Haydar Mirza va uning o'g'illari bilan Anjonga keldi.
Ömer Şeyh Mirza bu qiyin atsini dağdıq bilan kütüb elib, Oş vilayetini onunğa suyurğanlıqqa berdi. Yunusxan əmir bəylərini əvətib Almota, Toxmaq, Qaraqul şəhərlərini bina qıldırdı və o yerini öz hökümranlığı astığı aldı. Aksinin uçtun tut hücum qilishdan xavotirlangan Ömer Şeyh Mirza xonalileri, akamның niyeti yaman. Pekir inisidan Anjan, Farg'ona, Toshkent viloyatlarini tortib olmoqchi. Men bu diyarlardan keçdim. O yerlerini öz ilkillerine elib, Jahongir akamның qonxo'rligiga xotim bergaylar. deb iltimos qildi. Sizlar ok sultonlarning g'aldanglar tugmay ketdi-ku. Men qarashliq zimin noit ko'p, ortiqcha yer behojat. Men sizlarning yoshib qilishinglarni xohlayman, dedi Yunusxon. O Ömer Şeyh Mirzaning mush vaqt tug'ilgan o'g'liga Muhammad Zahirdan Babur deb at qo'yib qo'ydi. Yunusxon xatoni Esan Davlat begimning oraga tushishi bilan Almaliqqa qaytib, cho'ng o'g'li Mahmudxonni 30 ming askar bilan Toshkentga avatdi. Aqsudan qumulg'uchi bo'lgan va butun Jung'ariyni o'z ichiga olgan yerlarni Sulton Ahmadxonga berib, o'zimo Toshkentga keldi. Ve G'oji Nasriddin Abdullah Ahrarning yarashtirib qo'yishini o'tinib, Samarqandga kishi avatdi. G'oji Abdullah Ahrar Hazratim Yunusxonning bu aqlona tashabbusini to'g'ri tepib, har qaysi tarafning urushmay joyida to'xtab turish uchun farmon tushirdi. Shuning bilan Sulton Ahmad Mirza, Sulton Ömer Şeyh Mirza va Sulton Yunusxon, Sulton Mahmudxon o'rtasida sulh tuzildi. Ammo bir kechasi harg'inlik tufayli mengsiga qon tushgan Yunusxon o'ng taraf talash bo'lib yetib qoldi. O kesal azobini xeyli yillar tartib saqlayolmay Hijriya 892-yili Toshkentda vafot bo'ldi. Uning dafn murosimiga Iroq yaqinidagi podshoh xon sultonlarning ko'p qismi keldi. Meyiti Shayx Xovand To'ra qabristonligiga qo'yilib, qabrsi cho'ng gumbazlik maqbara ichiga selindi. Oğullardan Sultan Ahmed Xalla onun dafn murosimiga qatnasha olmadi. Ahmed Xonning yuragi qon zardab bo'lib, cho'ng nazar berdi. Yillar o'tdi. Mana o'ttirinchi o'g'li Saidxon 7 yoshdan oshganda 6 yoshlik o'g'li Xilil Sulton bilan birga xatmi to'yini qilayotmoqda edi. Anlavatqaninglar biri qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Bovan Yunusxon va Mirza Abubakr to'g'risida so'zlab berganlarim esingda bormi o'g'lim? So'radi o'tgan kunlarni eslab chiqqan Ahmadxon yadongo chiroyini g'am buluti bosgan cho'ng o'g'li Mansurxonga qayrilib qarab. Esimda xonata bir necha qitim so'zlab bergan edilar. Mansurxon egiz qomatini pukib javob berdi. Albatta esingdan chiqmasligi kerak. Chunki Mirza Abubakrning qonli qilichi yovg'a emas, uni do'st deb bilgan, menga tanglangan edi. O'g'lim, chunki men saltanatni ko'rib, avom xalqning holiga yetmagan edim. Do'st bilan dushmanni farq etmagan edim. Shunga qilish kutmagan yerda menga tanglandi. Men ining Saidxonni elib Oqsuga ketdim. Buni kechirgili bo'larmi? Yo'q, el kechirgan taqdirdimi Alloh kechirmaydi. Buni ham asti tutdim. Asti tutaman xonata. O baxtsiz kunlarni saboq qilaman, dedi Mansurxon yenidagi Xilil Sultonning mursiga anladimmi degandek nuqib. Beliga kichik qilich, yalkisiga sadoq asgan xonzoda ko'zlarini parqirtib dedi. Men hargiz taxtni tortqizib qo'ymayman. O'g'il bola, deb to'lbatdi uning gapi yoqqan Sulton Ömer Şeyh Mirza. Zerakligini bu go'dakning Ahmadxonning bolalari ichida bu otsini yerga qaratmoqdak. Suvadan terakdak bo'yliq Sulton Ahmad Mirza pakara bo'lsimi do'g'laq tambal kelgan inisining so'zini ma'qullab boshlang'ishib qo'ydi. Atrofida ular bilan birga kelgan Shayx Raid Bey, Ali Mazid Bey, Qalchin Bey, Jami Bey Dolg'ay, Ahmad Hoji Bey, Said Yusuf O'g'loqchi, Ahmad Tambal qatorliq bey amirlar sukut qilib turishdi.
Pekir merhum padar buzruklarım yenimge kelgenden keyin Akam Mahmudxon Toshkentga ketdi. Men Moğollarning isyanlarini bastırdım. Adilxon degan nom bilan emas, Alaçixon degan nom bilan tunuldim o'g'lim. Har namozdan keyin gunohimni tilab tövbe qilaman. Hala bugungi kunga kelganda Mirza Abubakri Qashqarni besib elib qolmay, Oqso'nimni vayron qildi. Padar buzruklarım merhum atamning ko'zi shuning uchun yumilmay ketdi. Xon hazratlarining so'zi qiyin atam Yunusxonning bo'linganni bo'ri yeydi degan so'zini eslatdi. Dedi Shoh sultonlar ichida eng yuqori o'rinda o'tirgan Xorazm shohi Sulton Ahmad Mirza Sulton Ahmadxonning so'zini bo'ldi. Mirza Babakri o'z arazidimizdan foydalanib, o'rish o'rganishni besib oldi. Badaxshon diyoriga lashkar tortib berib va xonini qo'lga kirgizdi. Buning bilan qolmay, Hozarjon viloyatining ko'p qismini tortib oldi. Ikki qo'limizni burnimizga tiqib qarab turdik. Bu so'g'imizga kelgan dushmanni qanday qilish kerak? Uningga o'yni bo'shtib berish kerakmi yoki bir-birimizni apu qilib ittifoq bo'lib, dushman qayerdan kelgan bo'lsa shu yerga ketkazib etish kerakmi? Buni o'ylab darhol chora qilmasak, ikki putimiz bir o'tik tiqilib qoladi. Bayatın beri öndümey ötkədək isilib oturğan Ömer Şeyh Mirza akısının özüge dartılab qılğan sözdün qattiq açıqlandı. Qimiz içibatqan kömüş camni dastixonga do'qqidi qo'yib qo'ydi. Alaçxon to'g'ri aytdi. Xorazm shoyi bo'lgan akammo to'g'ri aytdi. Mirza Babakirning bo'shanliqimizdan yerlarimizni besib olgani rost. Men o yovuz satamkorning zulmiga xotim berish uchun tayyorlanyapman. Boshqalar putlik aşan bo'lmasala, u ablahni Qashqar diyorigacha surtuqay qilishga kuch-qudratim yetidi. Uning so'zi Sulton Ahmadxondan ko'ra doim o'zi bilan qarshilashib kelayotgan aksi Ahmad Mirzaga qaratilgan edi. Buni sezgan Ahmadxon bu yerda Akfuk sultonlarning azarlashib kelishiga sabab bo'lib qolmay deb mijaz istik bo'lgan Sulton Ömer Şeyh Mirzaning qo'polligini kechirib etdi. Men har birlarining orliqni yiroq ko'rmay marhum atam Yunusxonning yuzini qilib to'yga kelishganliklari uchun Allohga minnatdorlik bildiraman. Aslida bu bo'stonliq shikor fayzini surishimiz kerak edi. Nima uchun keyin Pekiri o'tgan ishlarni aslab qilib, har birlarining ko'ngillarini chigib qo'ydim. Apu qilishlarini o'tinaman. Yana shuni o'tinamanki, Allohning inoyati bilan jahon g'amlaridan xalos bo'lib, bu ne'matlardan huzurlanaydi. Qani, avval allarimizning tinch avotlik uchun sharob ichaydi. Sharob ichaydi. Qalbimiz uchun sharob ichaydi. Cho'qin selishdi Sulton Amirli. Chedirla larzaga kelib, talki tog'lari ustida aks sadolar paydo qildi. Sayravatgan bulbullarning ovozlari pastlab, otlarning quloqlari ding bo'ldi. U cho'qinga ovoz qo'shmagan ikki kishi qoldi. Bular Qashqarning sobiq hukmroni Muhammad Haydar Mirza bilan o'g'li Muhammad Husayn Ko'ragan edi. Bayatın əgitib qalanğan gap sözdə hammadınmı ularga bakrak qattiq tekkan edi. Vaqtsiz qirib mükchib qalğan Muhammad Haydar Mirza sharab ichishdan qolganiga bir qancha yil bo'lgan bo'lsa-mu, bugun chidab turolmay orqa-orqadan jamni bo'shatdi. U nimani deyalisin? Dardini sharabdan chiqardi. Necha yildan beri Saidxonning bag atkisi bo'lib kelayotgan Muhammad Husayn Ko'raganni zo'g'an suralmadi. U atsının yenidan şarapni içmey başlanıştı olduratdı. Ular mağlup buluşunun ölüm bilen beraber işkenlikini mana bu sorunda tonup yetken idi. Sultan Ahmadxonning bu ata balığı gözü düşkende onun esiga oğlu Saidxon keldi. Onun bu sorunda yo'qligi ajablanib so'radi. Saidxon qani? Oğlum Mirza Haydar ishkisi kang soyga tushib ketgan edi. Mijozi yo'q otamga qarash bilan bo'lib ketib, ularni esimdan chiqaribdiman xon hazratlari. Dedi Muhammad Husayn Ko'ragan. U g'arq mas bo'lib ketgan otsini yo'lab o'ltirg'izib qo'yib ta'zimda turdi. Go'dak bollarni o'z beshimchilik qo'yib bersa qandoq bo'ladi? Izdamma. Birden xavotirlanib qolgan Sulton Ahmadxon o'g'illariga buyurib, bag navkarlarini Saidxonni darhol tepib kelishga avatdi.
Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatılayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi, Savud Davudlarning Millatlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Saidixon nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.